Bemorimiz 33 yoshdalar. Ehtiyotsizligi tufayli quloq pardasini teshib qo'ygan. Hozir bemorimizda lateksoplastika operatsiyasini bajaramiz. Ya'ni quloq pardani tiklash, meringoplastika. Bemorimizning quloq pardasini meringoplastika qilib yamadik. Mana o'rta quloqqa gubkalar qo'yib, uni ustiga yirtilgan pardani yotqizdik. Ustidan lateks qo'yib, gubka taxlab chiqamiz. Xudo xolasa, bemorimizning quloq pardalari o'sib, eshitishlarni tiklaymiz. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Bemorimizga sog'lik tilaymiz. Sizlarda ham shunaqa muammolar bor bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Quloq pardangizda ehtiyot qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.